O jonim iltimos deyapman sendan. Shoshilma, dadam rozi qilay deb o'tirman. Uylanaman senga oxir. Jabek. Hozir 1 minut. Javob akami? Mana shu kishi uylangandilar. Shu kishidan bir so'rab ko'ray qani? Qani rozi qilsa bilar. Jabek, tinchmisan, yaxshimisan? Tinchlikmi? Telefonda ne ish qilyapsan? Shu desangiz aka qizcham qachon uylanasan deyapti. Qo'l dadam rozi qilganim yo'q. O'shanga ner qilyapman. Aytgancha aka, siz uylanganingiz-a? Dadangiz qani rozi qilgansiz? Jabekjon, oldagiroq mendan so'rasang bo'lmaymi? Shunday dadangga ona borasan, dada deysan, mollarga qaraysim kelyapti deysan. Ertasi kuni uylantirib qo'yaradi. Rostdan ertasi uylantiraman. Ha, javob. Rahmat aka, dushil lekin. Ha, böyle garang. Dada yaxshimisiz? Shu desangiz mollarga qarashim kelyapti. Mol sola qarash kerak emas, mollarga o'zim qaradim. Tur. Men hech xotirjamlik qilyapman. Aka, siz meni yosh bacha ko'ryapsiz nimada? Yo, qara Jabek, sen yurakdan ayta olmagansan-da, shu safar to'ychini o'xshaydi. Qara, borasan, dada deysan, mollarga o't berasim kelyapti deysan. Aniq uylantiralam qayki? Aniq shu safar uylantiradi. Qarang lekin uylantirmasalar. Tamam, bos uylantiradi. Uylanadi, tayog'i. Mollarga o't berasim kelyapti. Bacham mollarga qaradim dedim. Nimaga nasamimizni o'tiribsan? Bo'l ket. O'tiribsan-mi? Ha, Jabek, yana urdilar. Onasini ham shunaqa sizni katta uylanganda to'g'ri maslahat so'rasam, kuchuk deshat deyapman-da. Mana qara Jabek, asab bo'lma, hazil uzul o'zini yo'liga kechirasan. Ana shu asldan bitta maslahat so'ra. To'g'ri erkakcha maslahat beradi, o'zi kecha uylan. Rostdan. Asil! Asil. Asil. Yaxshimisan, yana deyimsan ishlaring yaxshimi? Javob aka aytdilar, to'za uylanibsan. Dadang qani rozi qiling, jo'ra? Dadang yoniga borasan. Dada deysan, men mollar sug'orasim kelyapti deysan. Inson dadang uylantiradi. Mana qarasang ikkalang aniq kelishib olgansanlar. Onasini uylanmayganimda, sanlardan ham maslahat beraymanmi?